Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videoda sizlar uchun Dvovadnom kattaroq drabilkani ko'rsatmoqchimiz. Bu kattaroq fermasi bor mijozlarimizga, yurtdoshlarimizga juda ham qo'l keladi. Demak, Jahongir aka, bu drabilka haqida qisqacha aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Xo'p, bu drabilka haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu drabilkamizni Dvovadnom drabilka deyiladi. Ya'ni Dvovadnom deganda qanaqa? Hashakka alohida, yemga alohida ikkalasini qo'shganda bitta apparat chiqarib beradi. Xo'p, buni xarakteristikasi uzunligi 1.80, lentasining o'zi uzunligi 95 sm bo'ladi. Mana bunisining o'zi 95 sm. Xo'p, endi buni 4 xil setkasi bo'ladi. Mana bitta setkasini bu splashni ochiladigan bo'ladi. Bitta setkasini o'zi avtomatik qo'yib qo'yganmiz. Don mahsulotlari uchun mo'ljallangan bu. Xo'p, ikkinchi setkamiz yorma qilib beradi. Xo'p, uchinchi setkamiz yormadan sal kattaroq sulus holatida keltirib beriladi. Xo'p, to'rtinchi setkamiz hashak mahsulotlari uchun. Endi bir xillar o'ylaydi, faqat bu yerda don mahsulotlari uchun ishlatiladimi bu setka deb. Yo'q, bu apparatimiz xohlasangiz lentadan bu yoqdan solsangiz, любой hashagingizni bu yerdan changitmasdan siklondan tushirib beradi. Bu faqat don uchun mo'ljallangan emas bu. O'shanisiga ham e'tibor bering sizlar. Xo'p, bu endi hashak bu yoqdan solingan paytda bu apparatimiz 6 ta tishli deyiladi. 6 tishli yaltiroq kuydirilgan segmentli pichoqli tishli deyiladi bu. Jahongir aka, kuydirilgan tishning nima afzallik taraflari bor? Endi kuydirilgan deganda bu temirdan tashqari o'zidan mustahkam materialdan tashqari uncha-munchaga o'zidan yumshoq narsaga qaytmaydi bu. Xo'p, 6 tali bo'ladi. Xo'p, yaltiroq pichoqli uni buni tushunganlar tushunadi o'zi buni. Yaltiroq pichoqli desa, xo'p, ikki tomonlama almashtirib ishlatsa bo'ladi bu. Demak, bu yechiladida aylantirib, yana qo'ysa bo'ladi. Tomonga yana aylantirib, yana ishlatsa, charxlab ishlatsa ham bo'ladi, aylantirib ishlatsa ham bo'ladi. Zapchasida muammo yo'q. Bu xuddi mana shu apparatimiz noldan yig'ib oladigan zapchasimiz bor o'zimizda. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu apparatimizdan xo'p, bor yo'g'i 7 ta dona qoldi. Jahongir aka, shu joyda savol. Keyingi partiya yana keladimi, kelmaydimi? Endi keyingi partiya keladi. Qachon? Masalan, Xitoyga zakaz bergandan keyin shu Xitoy zagotovka qilishni boshlaydi. 20 kun, 1 oy zagotovka qiladi. Yo'lda o'ziga yana 45 kun yo'l ketadi. Endi bu degani pashti bir 2 oy, 2,5 oy ranjisi beraveradi. O'shaning uchun zarur kerakli bo'lgan klient mijozlarimizga buni 7 ta dona qoldi. Bemalol murojaat qilib, bu nomerlarga murojaat qilib, bemalol zakaz berib, xarakteristikasini bilish uchun, ma'lumotlar bilish uchun yana to'liq telefon qilsangiz bo'ladi. Bemalol sizga ma'lumotlarni tushuntiramiz. Demak, shoshilib qolish kerak. Shoshilib qolish kerak. Cheklangan. Demak, bunda qanaqa motor turadi Jahongir aka? Xo'p, bunda 26 kiloli, 28 valli, hop, 3 kilovat, 3000 оборотli motorimiz turadi. Katta motor bo'ladi. Uni motorni hozir obzorda ko'rsatib beramiz. Motori juda katta, 26 kiloli motor. Vali o'zi 28 tali val bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, endi buni xarakteristikasi. Xo'p, xarakteristikasi endi mana bitta modelni yozgan, VCM 205 degan model bo'ladi. Xo'p, buni obroti 2800 obrot, bez lenta aylanishi. Xo'p, bir xil aytadi 3000 ku deydi. 2800 obrot, mana bu lenta ham siklonni aylantiradigan 1800. Motorda o'zini obroti 3000 bo'ladi. Bu endi soatiga 180 kilodan 2,5 tonnagacha. Endi 180 kilo nima? Mayda yem hashaklarda, mayda yemda 180 kilodan setkasiga almashtirilgan holatda 2,5 tonnagacha bemalol chiqarib beradi. Garantiyasi bor bu narsani. Demak, Jahongir aka, agar mayda setkali tursa, bu kamroq yuk chiqarib beradi. Katta setka tursa 2,5 tonnagacha, 2,5 tonnagacha bemalol hashak, sulus, makka deysizlarmi, piris, poqol deysizlarmi, любой narsangizni chiqarib beradi bemalol. Xo'p, endi buni o'zini og'irligi 95 kilo bez motordan tashqari. Agar 26 kilolik motor qo'yiladigan bo'lsa, pashti 125 kiloli yuk bo'ladi buni o'zini o'sha og'irligi. Men kelgan yili 2026-yil 1-oyda masalan u yoqda zagotovka bo'lishni boshlagan, 40 kun bizga vaqt ketganini hisoblasak, o'sha pashti O'zbekiston kirib kelganga bugungi sana bo'yicha 1 hafta yo 10 kun vaqt bo'ldi hali. Kirib kelgan. Shunda ham o'zi sotilib ketdi, 7 ta dona qoldi. Ha, o'zi 50 ta dona olib kelganmiz. O'zi 7 ta dona qoldi. 1 hafta 4 kun ichida, xo'p, 7 ta dona qoldi.
Xo'p, endi bu apparatimiz hali O'zbekistonga bunaqa modeldagi hali kirib kelmagan. O'zimiz yangi dizayn, har doim biz Xitoydan zakaz qiladigan bo'lsak, o'zimiz yangicha narsa o'ylab topib, yangicha narsa chizib, sxemalarni ko'rsatib Xitoyga xuddi bizga shunaqa narsa, shunaqa оборотli, shunaqa funksiyali narsa chiqarib ber desak, endi Xitoy sizni zakazingizga qarab chiqarib beradi. Xuddi bu narsani ham o'zimiz chizmalarni chizib, zakaz qildirib oldirganmiz. Hali bu apparat уже ko'rmaysizlar boshqa bir joylarda. Demak, buni garantiyalari qanaqa, Jahongir aka? Hop, garantiyalari endi aslida buni 95% temir. O'sha holatiga, shu temir qismiga biz 1 yil garantiya beramiz bemalol. Aytdim-ku boya, noldan yig'ib oladigan zapchastimiz bor bizda dedim. Hozir ham buni ko'rsatib o'tamiz. Noldan yig'aman desangiz zapchast bor. 1 yil temiriga garantiya beramiz, motoriga 400 ga qarab 1 oydan 6 oygacha garantiya beramiz. Gilamli bularda motori o'sha tok 160 dan tushib ketmasa bo'ldi. 160 dan tepasiga 220 gacha bemalol shaqirlatib aylantirib beradi. Jahongir aka, hozir bu yerda bizda kichkina drabilkalar ham bor yoki xuddi shuni kichkina variant ham bor. Mana xuddi shu bulardan ustun jihati nima? Endi bulardan ustun jihati bu o'sha davomida aytganimdek, bu masalan bitta o'sha lentali faqat hashak mahsulotlariga, keyin sabzavot mahsulotlariga, овощной deyiladi, sabzavotlarga. Buni o'sha ustun tomoni boya tushuntirib o'tganda yem mahsulotlariga, hop, hashak mahsulotlariga. Alohida emas, ikkalasi bitta. Bir xil o'ylaydi, ikkalasini aralashtirib chiqarsa ham bo'ladi. Masalan, bu tomondan yemni, masalan, makkaga solib turib, hop, bu tomondan boshqa hashakga solib, ikkalasini aralashtirib, mana bu yerdan flushqa darajasida chiqarsangiz bo'ladi bemalol. Buni inson sog'lig'iga yana bitta yaxshi tarafi uncha changimaydi. Uncha changimaydi. Chang deganda qanaqa? Chang chiqadi ma'lum miqdorda. Chang tepaga o'tib boradi. Odamni yuziga yaqin anaqasiga o'tmaydi. Chang tepadan chiqadi. Uncha deyarli pastda chang chiqmaydi ham desa bo'ladi. Buni ehtiyot qismlari bor, so'raganlarga mana 3 ta korobkada, u yoqda bitta streshlangan korobkamizda zapchastlari bemalol mana tishlari deysizlarmi, vallari deysizlarmi, hamma narsasi naval bemalol noldan yig'ib oladigan apparatlar. Общий komplekt val so'laganlarga u pachimliklari, o'zini segmentlari, tishlari, molotkoylari bilan komplekt holatda bor. Bemalol zapchasta o'ylanmasa bo'ladi olgan klientlarimiz ham. Tishlari deysizlarmi, hop, boshqa zapchastlari deysizlarmi, hammasidan o'zimizda bor. Bemalol nimadir u narsa muammo bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin. Arzon narxlarda o'sha garantiyaning ichida sizlarga tekin qo'yib beriladi. Hop, motorni tanishtirib o'tadiganimiz boya mana aytgan motorim, hop, 3 kilovatli 3000 оборотli 26 kiloli motor. Xuddi o'sha boyagi apparatimizga xuddi shu motordan qo'yib beramiz. Bu misli bo'ladimi yoki alyuminiymi? Misli bo'ladi bu. Misli 3 kilovat 3000 оборотli misli motor bo'ladi. Demak, do'stlar, aytib o'tilgandek, faqatgina 7 ta dona nalichida qolgan. Buyurtma berish uchun pastdagi raqamlarga telefon qiling yoki Telegramdan, Instagramdan bizga yozsangiz bo'ladi. Telefon raqamlariga telefon qilsangiz qulayroq, chunki siz bilan batafsil ma'lumot berib, batafsil gaplasha olamiz. Buyurtmalar O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Boshqa ma'lumotlar, batafsil gaplashish uchun bizga aloqaga chiqing. Xayr, salomat bo'ling.